Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Bugun 1-fevral sanasi. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha sizlar bilan bugungi temalar haqida gaplashamiz. Bog'dorchilik sohasi bilasizlar murakkab, o'ziga yarasha yetarli mashaqqatlilari bor. Ayniqsa handom pista turida. Bodomku mayli tezroq hosil beradi. Handom pista juda kech hosil beradi. Shuni hisobiga bunday qiyinchiliklarga o'sha pista boqqigan akalarimiz bilishadi. Alloh kuch-quvvat, sabr bersin. Qo'limdan kelgancha maksimum darajada tushuntiraman. Men o'tgan yil natijaga erisha olmadim. Sabab shu 5 ta 6 joyda payvand qildim. Natija o'zimni bog'imda ham natijaga erisha olmadim. Qanaqadir o'tgan yil sust harakat qilindi. Bu o'zimni qanaqadir kamchiligim deb bildim va bu yil qattiqroq, jiddiyroq yondashib shu kamchiliklarni to'ldirmoqchiman. Shu Namanganda ham 4-5 ta joyga payvand qilganmiz, to'g'risi xonadonlarga. Bu o'rni xonadonlarda ochiq katta maydonga chiqqanimiz yo'q. O'tgan yil pashta bir ozgina joyda, ma'lum bir joyda payvand qilindi. Farg'onada bitta ikkita akalarimiznikini qilib berdim. O'zlari videoni ko'p turishgan bo'lsa bilishadi. Kamchilik bo'ldi. Tan olib aytaman. Kamchilik bo'ldi. Ana shu kamchilikni to'ldirish maqsadida video qilyapman. Xo'p, bundan maqsad ba'zi daraxtlarimiz ayniqsa shu ochiq maydonda mana erkak daraxt ko'rib turibsizlar, qanaqa chiroyli o'sgan. Buni hozir men unumli foydalanmoqchiman. Ya'ni bu tomonini mana shu ikkita shoxini tikkaga chiqarib olib, mana bu yotiq kelganiga urg'ochi payvand qilib hosil olib ko'rmoqchiman. Ikkitani qoldirdim va mana pastdagilarni kesib tashlayman. Arrada hozir arra yo'q yonimda. Mana shuni kesib tashlab bir natijaga erishmoqchiman. Xo'p, bundan oldin 5-6 ta daraxtlarni kesdim. Mana videosini qo'yaman. Ularni kesdim. Ya'ni bu daraxtlarni kesmasa bo'lmaydi. Nimani kesish kerak, nimani kesmaslik kerak. Shu to'g'risida qaror berdim. Tushunib yetdimki, agar daraxt sog'lom bo'lmasa, u daraxtda o'sha aynan eski tanaga solish to'g'ri emas, yangi sog'lom tana chiqarish kerak. Men oldin 3 yoshli, 4 yoshlarni kallalab o'sha suvnoqda chiqarib, suvnoqda solardi, u kechikardi. Ya'ni u suvnoqda 1 yoshli noqda bilan mana bu 3 yillikka payvand qilinganning o'ta katta farqi bor. Ya'ni 3 yillikda zo'r amal olib ketsa, kelasi yilga nishona berishi mumkin. Ya'ni bu yil qilganingiz o'sib, yaxshi holatda o'sib borsa, quvvatli o'sib borsa, kelasi yil nishona berish ehtimoli katta. U olinayotgan kurtakka ham bog'liq, mana bu daraxtga berilayotgan vitaminlari, ya'ni ishlovlari, bu payvanddan keyin qilinadigan ishlarga juda ham bog'liq. Bu yil xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Shunga men o'yladim, kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, pastda Telegram lichkamni yozib yubordim. Telefon raqam bilan qoldirsani aloqaga chiqaman yoki rasm o'zingizning rasm o'sha daraxtingizning rasm videosini tashlasani ko'rib turib kesish kerakmi, sog'lommi, sog'lom emasmi, o'sha haqida ma'lumot beraman. Qanaqa kesish kerak, bunaqa katta daraxt bo'lib qolgan bo'lsa nima qilish kerak payvandda, shuni batafsil tushuntirib aytaman. Bu yil inshaalloh, bu yil yana o'sha o'tgan yilgi olgan zakazlarimiz to'layotibdi. Adashmasam, umumiy hisobda 300-400 ta xonadonga payvand qilishimiz kerak. Undan tashqari 10 tadan oshiq katta bog'larni payvanddan olganmiz. Inshaalloh. Endi o'tgan yil qolib ketgan, shu sabab endi bu yil inshaalloh jiddiy jahd qilib oxirigacha boramiz inshaalloh. Endi haliga issiq vaqtga to'g'ri kelib qoladi yozda. Ana shuni hisobiga biz vaqt yetmay qoladi. Bitta joyga borganingizdan keyin ikkinchi joygacha o'zi kech tushib qoladi-da. Yo'l hisobi bor. Ana shunaqa gaplar. Qisqasi payvand qildirmoqchi bo'lsangiz yoki payvand qilmoqchi bo'lsangiz o'zingiz обязательно daraxtni o'rganing, suvni o'rganing, boshqasini o'rganing, zararlangan